Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, aziz yurtdoshlar. Bog'ot avtomarketdan 72 million so'm pula 2018-yil 130 ming kilometr yurgan 100% rodnoy Nexia 3 mexanika gösterma. Mashinamizda 4-pokoleniya metan qo'yilgan, balonlarning sossanasi yaxshi holatda, yumshoq balonlar o'rnatilgan. Xo'p, salon holatlari ham akkuratniy chexol poliklari gizilgan. Mashinamizning salonida kuzov tarafida kamchiliklar yo'q, ya'ni dosh boshlatib, chaka-chuka bo'lgan asoslanasi zo'r. Keyinroq desam, beramiz. Buni narxini eslatib o'taman. 72 million so'm, 12 million bilan avtokredit etib beramiz. Dokumentlari отдельный, oylik to'lovi 3 million 100 dan 5 yil. Общий 18 million so'm kelasizlar. Hamma rasxodlari shuning ichida bitadi. Mashin otlarga o'tib ketadi. Oylik to'lovi shu 3 million 100 mingdan 5 yilga doğru, 3 yilga doğru keladi aslında, so'ra shu. Xullas, kim uchun uchimiz qiziq bo'lsa, video ostidan like qoldiramiz. Yomon bo'lsa ekranda bog'lanib kelsangizda bo'ladi. Sog' salomat olasizlarmi? Biz Bog'ot avtomarketda kutib qolamiz.